Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. 8-si. Kofiru munofiqlar qildek ingichka sirotdan pastga qulaydilar. Changaklarga ilinib, jahannam qa'riga uloqtiriladilar va shunday qilib abadiy manzillarini egallaydilar. Ba'zi osiy mu'minlar ham gunohlari sababli do'zaxga tushadilar va gunohlari miqdorida jazolarini olganlaridan keyin jannatga chiqariladilar. Sirotdan sog'-salomat o'tib olgan mu'minlar ham to'g'ri jannatga kirib keta olmaydilar. Endi jannat va do'zax orasidagi ko'prikda to'xtatilib, dunyoda bir-birlariga nisbatan nohaqlik qilgan bo'lsa, shularni qasosi olib beriladi. Ularning barchalari bir-birlaridan rozi bo'lishib, qalblarida mutlaqo gina adovat qolmay, o'zaro samimiy mehr-muhabbatli bo'lganlaridan so'ng abadiy rohat, farog'at maskani jannatga kirishga izn beriladi. Bu haqda shunday xabar berilgan. Abu Mutawakkil Nojiydan rivoyat qilinadi. Abu Said Xudri dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'minlar do'zaxdan xalos bo'lganlaridan so'ng jannat va do'zax orasidagi ko'prikda to'xtatib turiladilar. Ularning ba'zilaridan ba'zilariga dunyoda oralarida bo'lgan adolatsizliklar qasosi olib beriladi. Qachon yaxshilansalar va pokiza bo'lsalar, ularga jannatga kirish izni beriladi. Muhammadning joni uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning har biri jannatdagi turar joyini dunyoda bo'lgan turar joyidan ko'ra yaxshiroq topib boradigan bo'ladi, dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. 9-si. Jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga o'tganlaridan so'ng o'limning o'zi o'ldiriladi va endi do'zaxiylar abadiy azob uqubatli hayotga, jannatiylar esa abadiy rohat farog'atli hayotga yuzlanadilar. Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga o'tsalar, o'lim keltiriladi. Hatto jannat va do'zaxning o'rtasiga qo'yiladi. So'ngra u bo'g'izlanadi. So'ngra bir nido qiluvchi: "Ey jannat ahli, o'lim yo'q, ey do'zax ahli, o'lim yo'q" deya nido qiladi. Jannat ahlining xursandchiliklariga xursandchilik qo'shiladi, do'zax ahlining qayg'ulariga qayg'u qo'shiladi, dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Shunday qilib, hamma o'z manziliga abadiy joylashadi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.